tug'ilmagunimcha maktabga bormayman. Axir bu vanna-ku. Hozir ilinadi baliq. Baliq tutilmaydi bunda. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, kelyapsizmi? Hozir 3 daqiqada boraman. Xo'p. Qatta qoldilar. Uydagilarga nima deyman? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baliq ovlayaptimi? Vannadami? Hechqisi yo'q. Balki. Hech narsa bo'lmagan. Siz meni yoniga olib kiring. Ketdik. Yuring, yuring. Voy jonim. Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Baliq ovlayapsanmi? Ilindimi? Qara. Sen non ilgansan-da, chivalchang ilish kerak. Shunda ovlanadi. Ana. Qara, ko'ryapsanmi? Ana baliq ilindi, ha? Ko'rdingmi? Ko'rib qo'y buni. Ustoz, qanaqa qilib? Vannada baliq ilinmaydi-yu. Ey! Vannada baliq ilinmasligini bilar ekansan. Nimaga bo'lmasa shuncha odam mavora qilding? Ha? Bor kiyimingni alishtirib chiq, maktabga ketamiz. Hop. Bo'l tezroq, kech kelyapmiz. Sana qara. Biz o'qituvchilar o'quvchimiz maktabga borishi uchun kerak bo'lsa vannada baliq tutamiz. Endi akula ilinib qolar.